Yaqında Xalqaro Xitoy til yezigi taratqullari ittifoqi deb atalgan bir tashkilot Xitoy sirtidagi 300 dan ortiq Xitoy til yezigi taratqusi bilan hamkorlik kelishimi imzolab, birlikda Xinjiang hikoyasini yaxshi so'zlashga kelishgan. Bu xabar Uyg'ur eli va Xitoy vaziyatini kuzatayotgan mutaxassislar tomonidan Xitoyning irqiy qirg'inchilikni yushirish tashviqoti uchun Xitoyga yantayoq bo'ldi deb ayblamoqda. Xinjiang gazetining maxsus xabari deyilishicha, Xalqaro Xitoy til yezigi Taratqular ittifoqi yer shari bo'yicha Xitoy sirtidagi 300 dan ortiq Xitoy til yezigi taratqusi bilan hamkorlik kelishimi imzolab, birlikda Xinjiang hikoyasini yaxshi so'zlashga kelishgan. Bu uchur mazkur tashkilotning Malayziyalik raisi Shu Bingyining eg'izi orqali berilgan. Lekin bu tashkilotning qanday tashkilot va kimlarning qurganligi haqida uchur berilmagan. Yaqinda Xalqaro Xitoy til yezigi taratqulari bir haftalik Uyg'ur eli ziyorat safarini oxirlashtirgan. Bu ziyoratga Xitoy muhojirlar birlashmasi yetakchilik qilgan. Xinjiang Uyg'ur avtonom rayonlik xalq hukumati axborot ishxonasi bilan Xinjiang Uyg'ur avtonom rayonlik vatanga qaytgan Xitoy muhojirlari birlashmasi mas'ul bo'lgan. 7 kunlik safarga Malayziya, Amerika, Germaniya, Fransiya, Kanada, Avstraliya, Tayland, Yaponiya, Koreya qatorliq 18 davlat va rayondan kelgan 30 dan ortiq Xitoy til yezigi taratqusi vakillari qatnashgan. Mazkur xabarda deyilishicha, ular Xinjiangda naq maydonda ziyorat qilish orqali Xinjiangning iqtisodiy, jamiyat taraqqiyoti o'zgarishlari hamda har millat ommasining baxtli turmush kechirayotganligini cho'nqur his qilgan va biz go'zal Xinjiangni zo'r kuch bilan tashviq qilib tunishtirmoqchi bo'lgan. Undaqda nima uchun Xalqaro Xitoy til yezigi taratqular ittifoqi yer shari bo'yicha 300 dan ortiq Xitoy til yezigi taratqusi bilan hamkorlik kelishimi imzolaydi? Bu hamkorlik kelishimining maqsadi nima? Ularga nima turtki bo'lgan? Amerikadagi siyosiy analizchi Gordon Chang apandi radiomiz ziyoratini qabul qilib, mundaq dedi. We know that China's regime is committing genocide against Uyghurs, Kazakhs, and other Turkic minorities. We have so much documentary proof about this that has come to us. Bizga ma'lumki, Xitoy hukumati Uyg'ur, Qozoq va boshqa Xitoy bo'lmagan millatlarga qarshi irqiy qirg'inchilik qilyapti. Bu to'g'rida bu bir necha jarayonda bizga kelgan nurg'un hujjatlar bor. Xitoy bunga taqobil turish kerakligini his qildi. Shundoq qilib ular do'stona muxbirlarni taklif qilib, bu sayohatni o'rinlashtirib va ularni bu kulkili gaplarni qo'zg'atdi. Menimcha, nurg'un kishilar bu jurnalistlarga ishonmaydi. Faqat Xitoy hukumatiga ishlashni xohlaydigan kishilar uchun buning unum bo'lishi mumkin. Menimcha, Xitoy qilgan bu tashviqotdan hech narsaga erishilmaydi. Chunki hamma odam haqiqatni biladi. But for those people who want to believe China's regime, then perhaps this is effective. But for the rest of the world, I don't think this gets China anywhere because everybody knows the truth. Germaniyadagi Uyg'urshunos Dr. Ronny Stenberg ziyoratimizni qabul qilib, Xalqaro Xitoy til yezigi taratqullari ittifoqi yer shari bo'yicha 300 dan ortiq Xitoy til yezigi taratqusi bilan imzolagan hamkorlik kelishimi va ularning Uyg'ur elidagi bir haftalik ziyorati haqida ko'z qarash ifodalab mundaq dedi. Xitoy doiralari Sharq Turkistonda bo'layotganlarni kontrol qilish va o'zlarining qilayotgan jinoyatlarni oqlash uchun chet eldagi organ va muxbirlar bilan bu hamkorlik o'rnatib, ularni Sharq Turkistonga taklif qildi. Borgan muxbirlar olgan iqtisodiy manfaat uchun Xitoyga sodiq bo'ldi. Haqiqatlarni so'zlamaydi. Xitoy hukumatini tanqid qila olmaydi. Bu hamkorlik kelishimining maqsadi albatta vatan to'g'ri bo'lgan hikoyalar yozgan narsalarni kontrol qilish bo'lgan. Chunki biz kelishimningki mazmunini bilmasakmi, cho'qim Xinjiangning hikoyasini yaxshi so'zlash degan programning ichida bo'lgandan keyin u cho'qim vatan to'g'ri Xinjiang Uyg'ur avtonom rayon to'g'ri yaxshi xabarni bilish kerak, yomon xabarni bilmaslik kerak, qandoq yezish kerak degan narsalarni shu bitirib berishi mumkin deb o'ylayman. U hammasi Xitoy hukumati deb bergan so'zlar, gaplar, hikoyalar bo'ldi deb o'ylayman. Vatan Sharq Turkiston to'g'riq maxsus bir necha shu hukumat bitirib bergan gaplar bilan dars o'tish kerak yoki Xinjiangni tilga olsa u cho'qim hukumat tarafdan bo'lishi kerak, yaxshi taraflardan bo'lishi kerak degandek narsalar yozgan bo'lishi mumkin u kelishimda. Buning ustiga bir haftalik ziyoratga borganlarningki hukumatga qarzi bo'lib ketgan bo'lishi mumkin. Hukumat cho'qim u ziyoratni, u safarni to'lib bergan
pulni bergan uningga. Shuning uchun ular hukumatga, Xitoy hukumatiga qarshilar bo'lib ketgan bo'lishi mumkin. U kelishim shu qarzni qaytaradigan bir xil kelishim bo'ldi. Shuning uchun unimi bir xil qarzdor kelishim desakmi bo'ldi deb o'ylayman. Bir tarafdan pul bergan, bilimmi bergan, fursatmi bergan, yana boshqa tarafdan sadoqatlik bergan bo'lishi kerak. Shuning uchun cho'qim Shinjang to'g'liq, Sharq Turkiston to'g'liq rost bo'lgan ishlarni demaslik kerak, tanqid qilmaslik kerak degandek mazmun bo'lishi kerak deb o'ylayman. Shuning uchun maqsadda shu xabarni kontrol qilish, hikoyalarni kontrol qilish bo'ldi ekan. Bu 7 kunlik ziyoratga qatnashgan Yaponiya Dongyong yangi nazirining bosh muharriri Ming Lihua mundaq degan: diniy e'tiqod erkinligining Shinjongda to'liq kafolatlantirilganligini haqiqiy his qildim. Ziyorat jarayonida diniy zotlar har xil savollarga samimiy ham o'ziga ishongan holda javob berdi. Amaliyat shuni isbotladiki, to'rdagi ba'zi gap so'zlar amaliyotga uyg'un emas ekan. Doktor Runstenberg Yaponiya Dongyong yangi nazirining bosh muharriri Ming Lihuaning so'zlariga raddiya berib mundaq dedi: Sharq Turkistonda diniy erkinlik yo'q. Ko'plagan mozorlar chaqib o'tildi. Xalq namoz o'qiganlik uchun va Qur'on o'qiganlik uchun lagerlar uslandi. Agar erkinlik bo'lsa va hamma ish normal bo'lsa, nimishqa Xitoy Sharq Turkistonni ejotmaydi? Menga va boshqa chet ellik tadqiqotchi va muxbirlarning berishga ruxsat qilmaydi? Albatta vatanda diniy erkinlik yo'q. Ba'zi masjidlar yana ochiq tursimi, jiq masjidlar chiqayotgan. Ham ko'pinchisi ochiq turmaydi. Ochiq tursimi odam berishga petinmaydi, qo'rqaydi. Chunki bektiq odamlar namoz o'qish sababdan yoki uyda Qur'on bo'lgan sababdan lagerga solayotgan yoki hatto turmaga solayotganlarmi nurg'un odamlar bor. Ega vatanda hamma narsa rost yaxshi bo'lgan bo'lsa, meslik yo'q bo'lgan bo'lsa, ular nimishqa shunaqa ziyoratni qildi, nimishqa etinni ochiq qo'yib, chet ellik muxbirlarni kirgizmaydi. Menga viza bermaydi, boshqalarga viza bermaydi. Shu vatanning ishlarni yaxshi bildiganlarni kirgizmaydi. Vatanda jiq narsa hozirgacha yaxshi emas, nachar, yomon, zulmninki izlar bilan zulmning ta'sirining ostida turdi deb o'ylayman. Mazkur xabarga asoslanganda Amerika Washingtondagi Xitoy televiziya stansiyasining muavin mudiri Yuan Yin va Amerika Silikon vadisi vaqti gazetasining bosh muharriri Yulina yaqinda Uyg'ur avtonom rayonini ziyorat qilgan shaxslar bo'lib, biz ular bilan aloqa qilgan bo'lsakmi, hozirgacha savollarimizga javob ololmadik. Xitoy muhojirlar birlashmasi uchur tarqish bo'limining bo'lim boshlig'i Zhou Jichang mundaq degan: dunyoning har qaysi joylaridan kelgan Xitoy til yoziqi taratquv muxbirlari Tangirtog'ning janubiy shimoliga cho'nqur cho'kib ekskursiya ziyorat qildi. Shinjongga qara chaplaydigan nurg'un so'zlar amaliy ziyorat jarayonida o'z-o'zidan bitchit bo'ldi. Shinjong yaxshi joy. Shinjongning yuqori sifatli taraqqiyoti, yuqori saviyalik echivitish va hurmat ommasining xotirjam yashab, xushal-xuram ishlayotgan baxtli turmushga guvoh bo'lib, turli shakl orqali sirtqa haqiqiy Shinjong hikoyasini so'zlab, intayin yaxshi bo'lgan xalqaro tarqish o'limini shakllantirdi. Bundan keyin biz tashviqot salimqini davomli zo'raytib, ishonchlik, suyumlik, hurmatga sazovor Shinjong obrazini butun dunyoga yuzlantiramiz. Gordon Chang Zhou Jichangning so'zlariga jiddiy inkos qaytarib, Xitoyning bu tür tashviqotini to'sqil bo'lmaydiganligini, lekin Xitoyning Uyg'ur, Qozoq, Qirg'iz va boshqa Xitoy bo'lmagan Turkiy millatlarga qarshi olib borgan irqiy qirg'inchilik haqida kishilarning faktga erishishiga kafolat qilishning zarurligini ilgari surdi. U mundaq dedi: We can't stop China from issuing propaganda. We can't stop these tours that China arranges, but we can Biz Xitoyning bu xil tashviqot tarqatishini to'smaymiz. Biz Xitoy ochgan bu tashviqot turishini to'xtatmaymiz. Ammo biz dunyo xalqiga poklik yetkazish orqali Xitoyning bu tashviqotiga qarshi tura olamiz. Bizda Xitoyning Uyg'ur, Qozoq, Qirg'iz va boshqa Xitoy bo'lmagan turkiy millatlarga qarshi irqiy qirg'inchiligi va insoniyatga qarshi olib bo'lgan jinoiy qilmishlar haqida nurg'un hujjatli isbotlar bor. Biz faqat kishilarning poklikka erishishiga kafolat qilishimiz kerak. We can't stop China from issuing propaganda. We can't stop these tours that China arranges, but we can counter this propaganda. Yaqinda Amerika Tashqi ishlar ministrligi
Xitoy hukumatining xalqaro uchur muhitiga ta'sir ko'rsatib, ko'p xil aldamchilik va majburlash usullarini qo'llanganligini ilgari surgan edi. Shuning bilan bir vaqtda Xitoyning uchur kontrol qilish va xato uchurlarni tarqatganligini alohida tilga olib, Xitoyning bu harakati har qaysi davlatlarning iqtisodiy va bexatarlik manfaatiga ig'ir ta'sir qilayotganligini ko'rsatib o'tgan edi. Qadrli radio anglovchilar, bu programmani Washingtondan Uyg'ur tayyorladi.